Assalomu alaykum og'aylar, mana O'zbekistondan Anjom marhamatdan akalar kelgan ekan. O'tganda ham bitta marhamatli akaga qo'yib bergan edik. Mana o'g'lim akamizga yoqqan ekan, mana birovlar jo'natishibdi shu marhamatdan mana. Xo'p, rasxod katta deb keldi pretenziyasi mana. O'zimiz ash переделка qilingan karbyuratordan qo'ydik. O'zbekiston karbyurator ekan, olib tashlab koreyskiy bosdik. Xudo xolisa ishlashlari vaqti qandda ishlayapti. Mana shu 100 gram benzinni ulab qo'ydik. 0-0 qildi, xudo xolisa ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. Hop, mana kelishdi. Necha kilometr yurdi? 200 mi? 2 kilometr 200 yuribdi mana. 2 kilometr 200 yuribdi. Baklashkan tayida qo'ygan benzin mana. 2 kilometr 200 yuribdi. Shunda 100 ga 4,5 ta bo'lyapti. 100 gram benzinni 2 kilometr 200 ga bo'lsangiz 100 ga 4,5 ta chiqadi mana. Akalarimizniki 100 ga 4,5 ishdi. Torchi yoqdimi mashinani, yaxshimi? Yengil o'patmi? Oldingidan ko'ra yaxshimi? Ovozi ham pasayib, bu akalarimizga yoqdi, xudo xolisa zo'r. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz og'aylar.